boshlandimi? Ha, ketdi. Xo'sh, 30 kilovatlik dia invertorni ishga tushirdik. Mana hozirda yaqinlashtirib ko'rsat. 27 kilovat panel ulangan, 20 kilovat tok berib turibdi. Xo'sh, 50 kilovatlik diamizni endi podключ qilamiz. Qani ketdik. DC avtomatlarni ko'tarib olamiz. AC avtomatini ko'taramiz. Video ketyapti, uzoqroqdan olamiz. Hammasi joyida. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. Bittasini ikkitasini qilamiz. Xo'sh. Yonish jarayonini yaqinroq olamiz endi. Mana bu sifrlar ko'rsatdi. Xo'sh. Tekshiryapti. Xatoliklar tekshirib oldi. Xo'sh, kutish rejimiga o'tdi. Bunda ham kutish rejimiga davom etyapti. Mana 100 sekund bor. Endi shuni nima bo'ladi ko'rsatib. Qo'shimcha sovutish tizimi. Quyosh tushmaydi, shunday bo'lsa ham o'zini kulib sovutishiga yordamchi sifatida orqasidan sovutish moslamasini o'zimiz ixtiro qildik buni. O'rnatdik. Juda yaxshi shamol ta'sir qiladi. Harorat ko'tarilib ketmasin. Bu tajribada harorat ko'tarilib ketsa, ishlash prinsipi o'zgarib, kam ishlab chiqaryapti. Generatsiyasi kamayib qolyapti. Mana setlari uzoqdan bor. Toshkentdan Akbuloqdan, Aktam akamizdan mana shu nurli quyosh panellarini shug'ullanadigan kompaniyadan olgan mahsulotlarimiz. Panellarimiz 550 wattlik Trina Solar panellari. Mana 30 sekund qoldi.